Kamol necha yildan beri shu gul sohasidasan? Ko'p emas, 7-8 yil atrofida bo'lib qoldi. Farmiyani qilganmiz. Bizani har doim qiynaydigan savol, ko'pchilikni ba'zani ichi katta deyishadi. Buni qanaqa to'ldiraman, tushib ketadi. Buni yo'llari ko'p. Oddiy xolodilniklarni, uydagi eski ko'klarni solib turib, bemalol ishlasa bo'ladi. Skoch bilan mundoq turib, ustiga kvadrat kreskinovlik o'ynaydiganimizdek turib, unga gul qo'ysa bo'ladi, strech qilsa bo'ladi. Yana eng zo'r optimal variant, kechqurun hech narsa topolmagan payt nima qilsa bo'ladi? Hammada bor narsa, hamma farminachilik, eski gullar bo'ladi, buket gullar. Shundan solamiz, tagida baribir ko'rinmaydi. Tayyor qilamiz. Tagida ko'rinmaydi, gullar oqib qoladi. O'zimizda solsak, 10 ta bilan chiqadigan effektni biz 6 ta bilan undan ham yaxshiroq chiqarishga harakat qilamiz. Shu ko'tarilib turibdi gullar. Son chiqadi. Bo'ldi, vazamiz 6 ta bilan xudo xolasa chiroyli bo'lib qoldi. Endi bunga shunday qoldirsam bo'ladi. Bundan ham chiroyli qilaman. Biz sprey, endi shundan emas, mana shunaqa uzun cho'pli spreylar bo'ladi. Bundan ham buni zo'r chiqadi xudo xolasa. Endi shuni o'zi kamlik qiladi buni o'zi. Rangi ko'p bilan oq bo'lgani uchun oddiy katta bensinli, mana shu ko'pchilik nima qilaveradi deydi, mana oddiy sprey. Katta qilib pishni qilib chiqarib beradi. Hop, mana shu kompozitsiyamiz. Baylarimiz burada 9 ming so'mdan. Delfin gullarimizni 18 ming so'mdan, buket atirlarimizni 16 ming so'mdan. Hisob kitobini bemalol chiqarib olasizlar. Ba'zamiz 450 ming so'm va 300 ming so'm. 300 ming so'm bo'yi bundan balandroq bo'ladi.